Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Kech bo'lishiga qaramasa biz hali ham ish faoliyatidamiz. Ish faoliyatida viza xizmatiga chiqqanmiz. Viza xizmatimizni olib qolgan mashinamiz BYD avtomobil bo'ladi. Namangan 12 voltga chiqqanmiz. Osim akaning yo'llariga. Osim akani tanishlari ekan. Akkumulyator uстановка qilib beribdi bolalar. Men o'zim qo'yaman desam, keling akasiga qo'ydirmaymiz deyishdi. O'shaning uchun kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ish vaqtimiz 24 ga yetdi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Любой joyga borib akkumulyatorni o'tib beraman. Assalomu alaykum, hurmatli akalar. Kech bo'lishiga qaramasa biz hali ham ish faoliyatidamiz. Ish faoliyatida viza xizmatiga chiqqanmiz. Viza xizmatimizni olib qolgan mashinamiz BYD avtomobil bo'ladi. Namangan 12 voltga chiqqanmiz. Osim akaning yo'llariga. Osim akani tanishlari ekan. Akkumulyator uстановка qilib beribdi bolalar. Men o'zim qo'yaman desam, keling akasiga qo'ydirmaymiz deyishdi. O'shaning uchun kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Ish vaqtimiz 24 ga yetdi. Bemalol telefon qilaverasizlar. Любой joyga borib akkumulyatorni o'tib beraman.